birinchi savol darrov shundan iboratki, sevgi nima o'zi? Sevgi bu hislar va hirs o'yini. Muhabbat u boshqaroq tushuncha, sevgidan teparoq tushuncha deb o'ylayman. Muhabbat u o'tda уже faqat his yoki ehtiros bo'lmaydi o'tda. O'tda уже inson yonida turgan odamni inson sifatida qadrlaydi. Ya'ni inson har xil holatda bo'lganda ham uni borligi unga yetarli bo'lishi bu muhabbat. Keyin insonlardan uzilib, insoniylikdan yuqoriroq tuyg'ularga o'tishi bor, bu ishq endi. Men tushunishim bo'yicha hozir muhabbat, meni hozir bitta patsientim borlar, ular rakli anchadan beri yotibdilar. Ayollik vazifalarini turmush o'rtoqlariga bera olmaylar, bajara olmaylar. Даже ruxsat berdilar-da, ikkinchi turmush qiling, men roziman, ko'zim ochuvlikda, men roziman deyaptilar. Sendan boshqasini demayman. Shunaqa muhabbat hirssiz mana. Haqiqiy muhabbat bo'lsa kerak, shu hozir sizga aytganingizdan keyin balki bu muhabbat ayol ruxsat bergani? Mana u ham muhabbat.